Assalomu alaykum. Namangan taxta 2025 kuzatuvchilari. Mana Xudo xolisi 2025-yilni ham tugatib, 2026-yil Xudo xolisi mana ikkinchi chislasdamiz. Xudo xolisi kechagina birinchi dam olganmiz. Xudo xolisi 2026-yil hammamizga barakali bo'lsin. Xudo xolisi 2025da amalga oshmagan ishlarimiz Xudo xolisi 2026-yil siz o'ylagandan ziyoda bo'lsin. Xudo xolisi yangi taxtalarimizni obzor qilib o'tamiz. Yangi yilga yangina Xudo xolisi aksiyalarni qilib, Xudo xolisi kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqa chiqsani, Xudo xolisi kelishilgan holatda dastlabki xizmatimiz mavjud. Vodiy bo'ylab har doimgidek $1000 taxtalarimiz dastlabki besplatni bo'ladi. Kanalimiz yangi bo'lsa-ni bittadan like bosib, obuna bo'lib qo'ysa endi xursand bo'lamiz. Kanalimiz rivoji uchun sizlardan qo'llab-quvvatlab tursani, Xudo xolisi kamchiliklarimiz kommentariyada yozib qo'ysani, Xudo xolisi kamchiliklarimizni kommentariyga yozib qo'ysani, Xudo xolisi to'g'rilashga harakat qilamiz akalar. Xudo xolisi joyimizni eslatib o'tamiz. 563, 562, 561 joylarimiz. Xudo xolisi manzilimiz Namangan viloyati, Namangan shahar, avtovokzal, Shamchiboy bozoridan olib boryapmiz. Xudo xolisi har doimgidek Xudo xolisi videomizni boshladik. Akalar, obuna bo'lmagan, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Birinchi pol taxtalarimizdan boshladik. Pol taxtalarimiz akkuratni holatda, shirinasi 12, qalinlik 2, uzunligi 4 metrli, katsveni chiroyli 100% sasna bo'ladi. Xudo xolisi tanlashlar ham akkuratni holatda. Bu 100% sasna, buni yel metrlarimiz ham bor. Xudo xolisi narxi arzonroq varianti bo'ladi. Buni har doimgida 50 ming so'm qo'yganmiz donasini. Akalar 50 ming qo'yganmiz, narxini tushirib 47 ming so'mdan qilib beramiz. 47 ming, 12 plus, qalinlik 2, uzunligi 4 metrli, 100% sasna. Buni budjetni bir varianti bor. 11 ga qalinlik 2, uzunligi 4 metrli bor. 45 ming qo'yganmiz, uni 42 ming so'mdan qilib beramiz. 3 ming so'mdan narxini tushirib, Xudo xolisi aka-ukalarimizga manfaatli bo'lib, Xudo xolisi narx-navosin arzonroq qilib, Xudo xolisi dastlabki qilib beramiz. $1000 taxtalansa, o'sha aytilgan narxdan 42 ming deyilgan, 42 ming so'mdan dastlabki qilib beriladi. Bemalol aloqa chiqsani bo'lib. Bu yoqda to'liq 10 ligi bor. Buni 38 ming qo'yganmiz, oldin ko'rgan bo'lsani. 38 ming, 10 ga qalinlik 2, uzunligi 4 metrli. Buni narxini 35,5 ming so'mdan qilib beramiz. Bu ham sasna bo'ladi, 100%. Katsveni o'ta chiroyli holatda. Mana tevasini ham, yuzini ham ko'rsatib o'tamiz. Ko'rishingiz mumkin. Chiroyli tilinishlar ham akkuratni holatda bo'ladi. Yana bitta pol taxtamiz bor. 9 ga 2, uzunligi 4 metrli. Ko'rishingiz mumkin. Bundan ozgina qoldi. Bundan o'ta seropida. Akkuratni holatda tilinishlar. 9 ga 2, uzunligi 4 metrli. Buni 35 ming so'm qo'yganmiz, chegirmaga tushirib 33,500 dan qilib beryapmiz. Ulgurib qoling aksiyamizga 33,500 so'm donasi. 100% sasna, inakiga 70-80% taxtani ko'rishingiz mumkin, butoqsiz. Bu yel emas. Bo'ladiganlar yel ham butoqsiz bo'ladi, yel emas, 100% sasna bo'ladi. Bemalol aloqa chiqsani bo'ladi. Bu yoqdan lageligimiz bor. Ko'rishingiz mumkin. 15 ga qalinligi 4,5, uzunligi 4 metrli. O'ta chiroyli 100% lestvenitsa deydi buni. Mana bu yoqqa tushirib qo'yganmiz, mana ko'rishingiz mumkin. Tilinishlar ham akkuratni holatda. Xolos chiroyli. Narxiga 120 ming qo'yib 27500 ga tushirib qo'ydi. Bemalol aloqa chiqsani bo'ladi. Donasi cheklangan holatda. Xudo xolisi telefon qilib 22500 so'mdan lestvenitsa polga ham ishlayveradi. И chorniy vassaga ham o'ta baquvvatli bo'ladi akalar. Ko'rishingiz mumkin. Xudo xolisi katsveni taxtalarimiz o'ta seroq, bemalol aloqa chiqsani bo'ladi. Strafligimiz 11 pilisavoy, qalinlik 3,5, uzunligi 4 metrli. Ko'rishingiz mumkin. Holatlar Xudo xolisi ideal holatda. Mana donasi faqat tushirib qo'yganmiz. Ko'rishingiz mumkin. 11 ga qalinlik 3,5, uzunligi 4 metrli. 11,5 gacha ko'rsatadi shirinasi. Xudo xolisi chiroyli holatda donali bo'ladi. Buni donasiga keladigan bo'lsa 62500 so'm qilib beramiz akalar. 62500 so'm. Tanishim akkuratni. 100% sasna, 100% suvoy holatda. Bemalol aloqalashamiz. Abrishotganimiz bo'ladi. 75 ga, qalinligi 1,7, uzunligi 4 metrli. 21,500 so'mdan donasi.
Bu yoqdagisi 9 ga 2 uzunligi 4 metrli. Xudo xolasa 100% sasna bo'ladi. Mana bu yoqda qalinligi ham ko'rishingiz mumkin. 100% sasna. Buni donasiga keladigan bo'lsa, donasi 28500 so'm donasi keladi. Bemalol aloqa chiqsani. Orqadan burusimiz bor, so'z ko'rsatib o'tamiz. Xudo xolasa rekamizni tanishtirib o'tamiz. Rekamiz holatlari xudo xolasa o'ta sifat o'ta chiroyli holatda, donali, birorta abzali, garbili defekti yo'q. Ko'rishingiz mumkin. Bekor yaqinlashib ko'rsatmayapmiz. Sasnaligicha odamlar usta tushunadigan ustalarimiz bor. Xudo xolasa. Holatlari xudo xolasa akurat. Donali metri 600 so'm. 47 ga 3.2. 5 ga 4 deb aytiladi bizni anaqamiz. Ustiga ham aytadi 5 ga 4 deb aytadi. 5 ga 4 chiqmaydi, qisqa bo'ladi. 1 metr 600 so'm qilib beramiz akalar. Bemalol aloqa chiqsin. Abruch o'tganmiz. Bemalol aloqa chiqsin bo'laveradi. Burusimizni ko'rsatamiz. Burusimiz. Ko'rib bitta baho bering. Holatlar xudo xolasa ideal holatda. 95 ga 95, bu yoqdagi esa 9 ga 9, uzunligi 4 metrli. Zo'r 6 metrli bo'ladi. 6 metrli taxtamiz.